Merhaba. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodjon akajonimiz siz bo'lasizmi? Mana. Salomatmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Biz sizga Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'z faoliyatini olib borayotgan mingdan ortiq kuzatuvchilariga ega bo'lgan tabriklar yomg'iri loyihasidan bezovta qilyapmiz. Siz bilan g'oyibona suhbat qurayotgan men boshlovchi Muborakxon bo'laman. Suhbat qurib turganimdan bag'oyatda mamnunman otajonim. Rahmat. Vaqtingizni olmadikmi? Yo'q. Mana bugungi shunday chiroyli kunning sohibi ekansiz. Shu munosabat bilan sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat. Sizga ham ishlaringiz rivojini, orzularingiz ro'yobini, Allohimning qonunini, Qur'onning nurini, qalbingiz iymonga, uyingiz quvonchga, yuzingiz nurga, kuningiz esa xayrli va solih amallarga to'la bo'lsin deya Allohimdan so'rab qolamiz. Rasulimizning aytgan ustozlari bo'lish, siz u bizga nasib ro'z aylasin. Rahmat. Bilasizmi, otajonim, bizning loyiha oddiy loyiha emas. Bu loyihaga ko'ngilda mehr, muhabbat, ilm, olim, doimo yaxshiliklar ulashadigan insonlar, sizni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar murojaat qila olishadi. Otajonim, Allohning suygan bandalari qatorida ekansiz, yaqinlaringiz, jonga yaqin jondoshlaringiz bizga murojaat qilishgan. Va bir savol bilan yuzlanmoqchiman. Kim, qaysi yaqiningiz murojaat qilgan bo'lishlari mumkin? Bilmadim. Qaysi birini o'xshaganini bilmadim. Taxmin qilib ko'rasizmi? Bilmasam, mana shu farzandlar o'sha Farzandlaringiz. Topdingiz otajonim. Farzandlaringiz jannatga yo'l bo'lgan qirolicha qizingiz Dinoraxon bizga maktub yo'llagan. Qabul qilib olasiz va u barcha oila a'zolari bu maktubga Unda rahmat sizga ham. Unda men sizga qizingizdan kelgan tabrik xatini o'qib eshittirsam maylimi? Unda men boshladim. Yonimda siz har on siz dadam. Tashvishlarga qalqib siz dadam. Dunyoda yo'q siz kabi odam, buncha yaxshi inson siz dadam. Sizning kabi yashagim kelar, sizga jonim to'shagim kelar, doim sizga o'xshagim kelar. Buncha yaxshi insonsiz dadam. O'zingizni o'ylamang siz, doim bizni g'amimiz deysiz, bo'lam mendan zo'r bo'lgin deysiz. Buncha yaxshi dadam. Assalomu alaykum. Hurmat cheksizim, qoshimizda parvonam, jonim mehribonam. Har qanday vaziyatda biz uchun o'z jonini ayamaydigan inson. Mehribon hamko'rim dadajon. Bugungi tavallud ayyomingiz muborakbod etaman. Bugungi quvonchli va unutilmas kunda sizning tug'ilgan kuningiz munosabati bilan sizni chin yurakdan tabriklayman. Sizning sabr toqatingiz, donishmandligingiz va mehringiz biz farzandlar uchun har doim nurli yo'l bo'lib xizmat qiladi. Hayotimda eng katta boyligim bu sizdek oqila, halol va mehnatkash otaga ega bo'lishimdir. Sizning har bir maslahatlaringiz, har bir mehrli so'zingiz qalbimizda iz qoldiradi. Sizga sog'lik, salomatlik, uzun tinchlik, xotirjamlik va har doim kulib yuradigan baxtli kunlar tilayman. Har bir tongingiz quvonch bilan boshlansin. Har bir kechangiz esa nafrat farog'at bilan yakun topsin. Dilingizdagi eng ezgu niyatlar ijobat bo'lsin va bardavom bo'lsin. Siz bilan oyijonim saodat sizlar men uchun. Hech qachon sog'lik sizni taningizni tark etmasin. Dadajonim, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Balki siz uchun eng yaxshi qiz emasdirman, lekin siz men uchun dadalar ichida eng yaxshi dadasiz. Hech qachon hech kimga havas qilmadim. Qaniydi bu mening dadam bo'lsaydi demadim. Chunki siz eng yaxshilardan-da yaxshi insonimsiz. Mehribonimsiz dadajonim. Boringizga, borligingiz uchun Allohimga hamdlar aytaman. Omonat dunyoda omon bo'ling. Allohim har bir qilayotgan xayrli ishingizdan, bosgan har bir qadamingizdan rozi bo'lsin. Jismingizga sog'lik, qalb olamingizni xotirjamlik tark etmasin. Biz farzandlar baxtini ko'rib, bizlarning orqamizdan doim maqtovlar, rahmatlar eshitib yuring ilohim.
shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Inshaalloh siz bilan onajonim boshimga sog' bo'lib yuringlar. Jannatgacha va jannatlarda ham birga bo'lish nasib ro'z aylasin sizlarga deyman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bu yaxshi ko'rishimni har kun aytolmasam-da, lekin sizni ko'p sog'inaman dadajonim. Ming shukr, boshimni silagan taqdir. Jannatim, davlatim yonimda axir. Kim qanday tushunar baxtni bilmadim, men uchun otamning borligi baxtdir. Birovlar maqtanar borligi uchun, birovlar maqtalar boyligi uchun. Bizni boqqan halol oyligi bilan men uchun otamning borligi baxtdir. Bo'lam deb, chaqam deb borini bergan, mehnatdan qochmagan, rizqini tergan, ro'zg'orim kamini butlay deb yurgan men uchun otamning borligi baxtdir. Omadim, kulgagar duosi sabab. O'ziga qarasam, bizlarga qarab, tilagim umrini uzoq qil yo Rab. Men uchun otamning borligi baxtdir. Farzandlar baxtini ko'ring otajon, doimo sog' omon yuring otajon. Bu dunyo turguncha turing otajon. Men uchun otamning borligi baxtdir. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin otajonim deya tabrik xatlariga yakun yasaganlar qabul qilib olasiz. Rahmat, rahmat. Hurmatlar. Rahmat. Kelinglar. Rahmat. Xo'sh otajonim, qizingizga tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Men nima deyman? Sog' bo'lsin, chunki baxtli siz faxrlanib yuraylik. Inshaalloh. Hammaga ham shu farzandlarni ko'tardi. Inshaalloh. Rahmat. Farzandingiz oqila, u kishi go'zal, u kishi chiroyli, u kishi sabrli, qanoatli, har narsaga sabr toqat bilan erishadilar. Shunday yaxshi farzand tarbiya qilganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizday oqila, mehribon otajonlarimiz ko'payaversin. Umringizga yana bir qaytarilmas so'nggi kuni muborak bo'lsin. Rahmat. Jannatning 8 darvozasi ochiqligini tilayman sizga. Otajonim, bir savol bilan yuzlansam maylimi? Mayli. Qizingizning sizga qaysi xarakterlari yoqadi? Nima deyman? Hammasi ham yoqadi. Xarakteri. Hammasi ham qancha bir nima qilishga qiluvchi. Inshaalloh. Sog' bo'lsin boshimizga. Rahmat. Barbochiga sog' bo'lsin. Baxtini bersin. Nima uchun rahmat. Ilohim aytganingiz kelsin. Shunday hurmatda, e'zozda bo'lib yuring ilohim. Taningiz sog'lik hech qachon tark etmasin. Rahmat. Sog' bo'ling, qolgan kunlarni yaxshi o'tsin. Rahmat. Rahmat. Mayli. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada, shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim.
dadajonim